Şuna dursun. Kızım bak otur. Gelinizler. Hani? Gelin. Assalomu alaykum. Gelin. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Keldingizdan yaxshi. Kelaring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatsiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Boshdan so'rashib ketaveray. Yaxshimisiz? Salomatsiz. Keling, xo'p, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshi, salomatsiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomatsizlar. Sog'ligingiz yaxshi, salomatsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Qani keling. Omonmisizlar? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat, rahmat, yaxshi. Qulluq bo'lsin. Yetaklar ovoz sohibi, Haroraning bulbuli, Oxunjon Madaliyevning izdoshi, Oxunjon Madaliyev akamizning qo'shiqlarini davomchisi, Qilichbek Madaliyevning tabrikida bo'lamiz. Olqishlar azizlar. Assalomu alaykum. Muhtaram onajonlar, otajonlar, hamma yaxshilar. Xush kelibsizlar. Sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Allohga shukr. Mana yetkazganiga. Bugun ko'p yillik baribir inson 1 yilda yoki 2 yilda bo'lmaydi. O'sha oila qurgandan keyin, farzandli bo'lganda baribir Xudo xolasa shularga to'y qilaman, yaxshi kun qilaman, elga bir osh beraman, dasturxon yozaman deb shu ko'p yillik yaxshi niyatlar ushalgan kun. Albatta tabriklayman. Doim shunaqa xursandchilik bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Sizlar bilan shunaqa to'ylarda, xursandchilik kunlarda, yaxshi kunlarda diydorlashaylik. Bugungi kunning sababchilari
Bugungi kun sababchilari kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin. Alloh shirindan shakar farzandlar bersin. Bularni Xudo xolasa farzandlarni ham to'yda barchalarimiz o'sha kunlarda ham birga bo'lib qatnashib, o'sha kunlarga ham guvohlik qilishlik nasib qilsin. Umringlar uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ozmi ko'pmi qo'shiqlarimiz orqali sizlarning xizmatlaringizda bo'lamiz. Aytadigan barcha kuy qo'shiqlarimizni bizni tabrigimiz sifatida qabul qilasizlar. Boshida shunaqa bo'lib turadi, ozgina chiyillab, nimadirlar bo'lib turadi. Xudo xolasa hammasi joyiga tushadi. Hali birgamiz, kamchiliklarimizga uzr so'raymiz. Avvalo eng asosiysi e'tibor uchun, hurmat uchun, hammasi uchun rahmat. Qachon necha yil o'tgan sari omon bo'ling qadrdon dadamning muxlislari hayot ekan shafqat dilda armon faqat barchangizga ming rahmat dadamning muxlislari dadamning borlaringizga shukr. Umuman internetdami yoki o'sha nimada bo'lsa ham shu ovozimizni eshitib qolganlaringizda yoki Alloh qalblaringizga solib eslaringizga tushib qolsam duo qilib qo'yinglar. Ko'p yillar mana shu xalqda sizlarning xizmatlaringizni qilib yuray inshaalloh. Borlaringizga shukr. Rahmat kattakon. Juda ham xursandman. Mehr muhabbatlaringizga rozi bo'linglar. Men endi shu o'rinda mana shu maza qilganligim uchun Farhod akamga alohida rahmat aytamanki, chunki shu inson sabab mana birga ko'rishdik, diydorlashdik. Shuncha nima deydi, o'zimga energiya oldim, maza qildim. Agar sizlar ham maza qilgan bo'lsalaringiz, yana bir bor o'sha aytamanki, duo qilib qo'yasizlar, duolaringizda eslab qo'yasizlar. Borlaringizga shukr, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.
o'zingizni ehtiyot qiling.